Nima uchun menga 10 talla Ferrari, 20 ta qo'l soati yoki samolyotlar kerak? Hayotimda og'ir damlarni o'tkazganman, och qolganman, yalang oyoq futbol o'ynaganman, ta'limga ega bo'lmasdim. Endi esa men odamlarga yordam bera olishim, maktablar, stadionlar qurishim, ularga kiyimlar olib bera olishim mumkin. Bu odamga doimiy quvonch bag'ishlaydi degan edi Sadio Mane. Senegallik futbolchining bolalik davrlari aksariyat afrikalik bolalar qatori qiyinchilik, nochorlik va og'ir mehnatda o'tgan. Hozirda millionlarni topayotgan og'ir, bosiq xarakter egasi o'z boyliklarini ezgu ishlarga sarflashdan charchamaydi. Shohona hayotga imkon bo'lsa-da havas qilmaydi. 2018-yilning 1-sentyabrida Lesterga qarshi uchrashuvda muhim golni urgan Mane o'yindan keyin o'sha hududdagi masjidga boradi va u yerda ganalik tanishini uchratib qoladi. Do'stini choyga taklif qiladi. Ganalik esa hozir bora olmasligini, hojatxonani tozalashi zarur ekanligini aytadi. Sadio esa darhol yeng shamarib do'stiga yordam beradi. Bu holat esa tez orada butun dunyoga mashhur bo'lib ketadi. Bu xususda Sadio men video muallifidan videoni hech qayerga tarqatmasligini so'ragandim, ammo lavhalar baribir tarqab ketdi. Kamtar va qo'li ochiq Manening afrikalik bolalarga ko'rsatayotgan beqiyos va beg'araz yordamlari tahsinga sazovor va barchamizga o'rnak bo'ladi.